Akram akani oldidan kelyapsan. Olib ketyapman shunga. Umuman kompyuterga kirgizmagansan-ku, ukam. 5 oy o'tib ketdi. Endi bo'lmaydi-ku bu. Kompyuterda kimniki chiqmadi? Ko'rsatib berdimmi? Yo'q, tasdiqlanmagan deb hozir aniq qilgan tushirib keldim-ku, Ikram. Shuning uchun meni olib ketyapman, meni bazam Yo'q, ishlamagan. hozir nima qilaman buni? O'sha paytda qilmaganingdan keyin 5 oy o'tib ketdi-ku. Hozir endi bu qachon tasdiqlanadi? Qachon chiqadi bu? Aka, Ha. bitta emasda men hozir. Men nima qilasan? Mayna qilib meni shuncha aldab kelding. Qancha keldim? Bo'ldi, mana Daniyar aka deding. Hammasi tayyor deding menga. Aql-pasdan to'g'ri tushunadigan joydamiz. Tushunadigan. Tushunmaydigan joyda emas-ku. Yo'q, menga kechagina nima dedim? Onam yubiley dedim. Men pijada anaqa bo'lib turibman dedim. Deding. Nima deding? Ichida pasport yo'qmi? Yo'q, pasport. Bering, shuning uchun men ketyapman dedi. Aka, Yo'q, hozir masalan pasport Uchta- yo'q, pasport. 3 ta 4 ta odam ariza yozib qo'ydik ustidan. Yozib. Tamam. Masalan, hozir shu qolganlarni ham yig'ib keling dedi. Hozir menga Rustam Ubaydullayev menga aytdi, hammasini o'sha aniq qilib keling dedi. Men aytdim, yo'q, yani qachon topshirgansiz? Yanvarda topshirganmiz dedim. Bo'ldi, aytyapman-ku, mayli. Yaxshi qilibsiz agar. Men bular olib ketyapman. Ha, hayot shundayda, bir-biriga shunaqa bo'laveradi. Yo'q, qanaqa Ikram hayot bunaqa bo'lmaydi-ku. Mayli aka. Umuman kirgizmabsan-ku kompyuterga, вообще.